Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kecha matbuotda e'lon qilingan Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida nomli tahliliy maqolasi nafaqat yurtimiz aholisi, balki butun mintaqa jamoatchiligi o'rtasida katta qiziqish uyg'otdi. Unda Prezidentimiz Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik munosabatlari va hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilayotganini ilmiy nazariy jihatdan yoritib bergan. Maqola nafaqat siyosiy doiralarda, balki ekspertlar va keng jamoatchilik orasida ham katta qiziqish bilan muhokama qilinyapti. Fikr, mulohazalar bildirilmoqda. Mazkur maqolada chegara hududlari, energetika resurslaridan oqilona foydalanish masalalari ham to'xtab o'tilgan. Masalan, suv energetika sohasida demak O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston, Qirg'iziston o'rtasidagi o'zaro hamkorlik masalalari, shuningdek Turkmaniston bilan Amudaryo suv havzalaridan oqilona foydalanish bo'yicha amalga oshirilgan bitimlarni nafaqat O'zbekiston, Turkmaniston yoki bu umuman mintaqadagi ekologik vaziyatning barqarorlashishiga o'zining samarali yechimini topganligini Prezidentimizning maqolasida aytib o'tganlar. Gumanitar sohadagi amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari ayollari muloqoti va yoshlar platformasining ta'sis etilganliklari ham bu shu gumanitar sohadagi amalga oshirilgan bir ishlarning natijasi sifatida keltirib o'tganlar.